deputatlar masalasida deputatlarning asosiy ishi bu qonun ijodkorligi. Deylik. Lekin u san'atdagi ijoddan farq qiladi tabiiy. Bir kun kelib deputatlar o'rniga sun'iy intellekt ishlashi mumkinmi? Mana AQShni misol keltirdim sizga. Yo'q, endi baribir kongressmenlar hozir ishlayapti u yerda. Kongressmenlar sun'iy intellektni bergan tavsiyasini olib chiqib, ha yo'q, bo'ladi, bo'lmaydi qilib o'tirishibdi. Bir kun ularni ham deputat bor, deputatning bir qancha yordamchilari bor. Shunday. Yordamchilaridan keyin bir qancha ularga yordamchilar borda, o'shalar yildan-yilga qisqarib boryapti. Oxir deputatni o'zi qoladi. Ha, mana deputat o'ylaydi, qaysi qonunchilikka o'zgartirish kiritish kerak ekani, o'rganib chiqinglar derdi. Amaliyotda shunaqa. U yordamchilar, keyin parlament instituti bor, qonunchilik institutlari bor hamma davlatda. Ular keyin hamma qonun va qonun hujjatlarini o'rganishadi, unaqa compare qilishadi, ya'ni solishtirishadi. Qayerdadir kim bitta ikkita chiqib qolgan joylari bo'ladi, ana shu joyni to'g'rilashga. Bugun mana shu jarayonni amalga oshirish uchun bir qator jamoa budjetdan pul olib, loyiha qilib amalga oshiriladi. Mana biz oqladik, beriladi. Buni bir so'msiz, bir tekinsiz, agar bolni hamma qonunchilik, qonun ustoz hujjatlaringiz bir joyga kiritgan bo'lsangiz, masalan, Lexusda hamma narsa bor deyarli, o'sha yerda o'zi sun'iy intellekt sizga buni bir necha daqiqada qilib beradi. Mana siz kiritasiz. Mana shu sohada masalan, nima qonunchiliklarga o'zgartirishimiz kerak, qayer joylari tadbirkorlar xalaqit beryapti yoki qayerda bir-biriga zid degan zapros jo'natsangiz, parlament uchun ishlaydigan sun'iy intellekt yaratsa, sizga ham jamoa kerak emasdi. Sizga mana o'rtoq deputat, mana qonun asosiy hujjatda mana bir-biriga zid joy bor, bu joy sizga 2 betlik tayyor tahliliy ma'lumot olib. Shuni olib chiqasiz, mana bu qonunchiliklarımizda bo'shliqlar bor ekan, qilasiz deysiz. Buni butun dunyo qilyapti. Biz ham balkim qilayotgandirmiz. Buni bilmayman, qonunchilik jarayonida ishtirok etmayman, lekin mexanizmni tushunaman. Mana shu real qachondir tan olinsa, G'ayrat Xo'ja aka, keladi shu kun, keskin qisqaradi.